Bugun sizlar bilan Brawl Stars o'yinida ikkita skidkaviy skinni sotib olamiz. 19 mingta bilingani ozginchasini ishlatib, ikkita skin sotib olishga harakat qilamiz. Va shu vaqtda like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yish esingizdan chiqmasin. Zo'r skidga 50% skidga kelgan ekan va sizlar bilan keys ham ochamiz. Birinchi skinimiz va ikkinchi skinimiz. Chiroyli skinlar. Va bunisida omadim kelmoqda. Normani. Va keys ochamiz. Let's go. 17 ta. Yaxshi. Game. Nimadir tushadi. Go. Hozirgina shuni sotib oldim. Shunga skin tushib o'tiribdi. Sotgan narsaga skin tushib o'tiribdi. Buni qo'ymaymiz, kerak emas. O'zi bizda bor bitta. Lekin odam o'zi tushib qolganda normal bo'lardi. Va bundan chiqdik va biz mana shu qarg'aga skinni olamiz. Let's go. Chunki chiroyli, zo'r skin ekan. Well, let's go. Sразу buni kiyib qo'yamiz. Shoxtaga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar va kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Va olgan skinlarimiz. Mana shu skinni oldik. Mana shuni ham oldik. Mana shuni olganmiz. Va videoni shu vaqtda tugatamiz. Shu vaqtda like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar. Keyingi videoda